Yaxshi mahalladan 4 sotixli korobka uchastkamiz 65 ming so'ralyapti. Yana kelishtirib beriladigan joy bor. Manzil Zangati tumani. Yoshli Bitonkadan 3,5 kilometr yurib bizning uchastkamizga yetib kelar ekansiz. Eng yaxshi tarafi, xohlasangiz 4 sotixni, xohlasangiz yarmini, 2 sotixni olsangiz ham bo'lar ekan. Men endi sizga xonadonimizni tanishtirib o'taman. Eshigimizning tagigacha asfalt bo'lgan. Yaxshi tarafi tupik ko'cha, begona mashinalar kirib sizni bezovta qilmaydi. Bizning sotilayotgan uchastkamiz shu bo'ladi. Fasad razmeri 10 metr, uzunasiga 40 metr. Uchastkamizni sotish uchun qurilmagan ekan. Ayrim sabablarga ko'ra pul zarur bo'lgani uchun sotishga majbur bo'libdilar. Qarang, 2 sotixni olaman desangiz, mana shu yoqqacha 2 sotuv bo'lyapti. 4 sotixni olaman desangiz, mana oxirigacha 4 sotuv bo'lyapti. 4 sotixga 65 ming so'ralyapti. Agar 2 sotixni olaman desangiz, kelib aka egalari bilan bemalol savdolashib, baraka qilib olsangiz bo'ladi.